Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Ko'kmo'yin mahallasidan sizlarga 17 sotuvli xonadon topib qo'ydim. Bitta laykni bosing, obzor qilishni boshlayman. Xullas, vasha chiroyli xonadon ekan. Men o'zim to'g'risi ishqim ketildi ekan. Mana tashqi tomonida ko'rsataman, ichkarilarni ko'rsangiz vasha. Bismillah. Mana qarang, voydod. Hovlini qarang. Kirishingizdan fayz og'il turibdi. Mashalloh. Xullas 17 sotuvli dokumenti, 10 sotuv dokumentli, 7 sotuvli zaxmat joyi bor ekan. Mana xonani ko'rsataman birinchi. Bismillah. Qarang xonaning kattaligini. Mashalloh. Lekin havas bilan qurgan ekanlar. Mana qarang, bu xonalarda ham chiroyli. Bu yog'i ham misol mana. Xullas, mebellari hamma narsasi qoladi. Qarang. Industriyalarni ham chiroyli qilib qo'yishgan. Voy, mashalloh. Mana bu yoq spalnisi. Mana bu yoq tomonda ko'cha ko'rinib turadi. Qarang, qanaqa qilib qo'yilgan. Xo'p, gaz, svet, kommunalka, hamma narsasi. Hamma xonalar gaz qilingan. Beti gazi yaxshi, tem bo'ling. Ashta chiroyli joylar. Ya Alloh, bitta laykni bosing, havas qilganlar. Shu tanishlarga shu videoni jo'natib qo'ying. Mana bu yerda ham ikki xona. Qarang. Qanaqa chiroyli. Mashalloh. Zo'r qilib solgan ekan. Xullas mana chiroyli aboylar qilgan, ko'z og'rimaydi, ya'ni ko'z charchatmaydigan rangdan. Eshiklarda ham, eshik oynalari ham bor. Akva qilingan, mana ko'ryapsiz. Hammasi akva qilingan. 5 yil garantiyasi bor mana. Men og'aylaringiz bilan mana shu joyda o'tirib suhbatlashib, televizor ko'rib o'tirishga chiroyli qo'ygan ekanlar. Allohim. Kim shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, mana shu shunga nasib qilsin. Qarang, ya Alloh. Shu mana sitkalarni chiroyli o'rab qo'yishibdi. Bu yerda podvali ham bor mana. Bu podvalni ham ko'rsating. Kattagina qilib qo'yishgan podvallarni ham. Xullas, ikkita podvali bor ekan. Mana. Letniy oshxonasi tomoni ham bu. Mana bu yerda letniy oshxona qilib qo'yishgan ekan. Ko'ryapsizmi? Xullas, instrumentlarni taxlab qo'yishgan, lekin chiroyli joylar. Bu yoqqa hojatxonasi ham qo'yishibdi. Mana bu yerda kattagina podvali ham bor. Tomorqasining kattaligini qarang. Xullas, hosildor joylar bu yerda. Mana kelishilsa, mana 3 ta buqachani ham tashab ketishar ekan. Hamma sizga qoladi deydi. To'g'risi, menga yoqdi. Qanday Alloh shu ko'rayotgan insonga nasib qilsa. Xullas, gaz, svet, kommunalka hamma narsasi bor mana. Hammomni ham ko'rsating. Mana, bu sauna bo'lyapti. Issiq. Voy, mashalloh. Mana oshxonasi. Oshxonasini qarang, qanaqa chiroyli qilib qo'yishgan. Mana bu yoq tomondan yana bitta xona. Xullas, umumiy 8 xona. Ya'ni hol oshxonalar bilan xona ko'payib ketadi o'zi. Mana. Qarang. Ma'murlarda to'siqlarni qo'yib qo'ygan chiroyli qilib. Bu yog'i molxonasi. Bemalol chorvayizni qilsangiz ham bo'ladi. Nechta buqa bo'lasa bo'ladi, mana shu bir 7-8 ta buqani tiqib, bog'lab, mana bu yog'i qishki molxonasi. Yem anaqalarni ham qo'yib qo'yishgan. Kelishilsa, bular ham tashab ketadi, buni ham tashab ketadi. Hech narsa olib ketmayman deyapti. Qarang, voy. Hojatxonasi bu yoqda. Mana molxonasi. Qarang, qanaqa joylar. Shu chiroyli joylar. Mana orqa tomondan chiqib ketadi choromalaringiz. Allohga qo'y. Bu endi qo'shni joyi. Agar olgan odam mas joydan ham ozgina o'ziga qo'shib olsa bo'ladi endi. Qo'shni bilan kelishib. Mana orqalari o'zi ko'ryapsiz, polya bo'lyapti. Chorvachilikka imkoniyat mana dahshat. Undan zo'r imkoniyat bo'lmasa kerak. Mana orqalarda
Ya mashallah. Juda go'zal joylar. Mana uyni ko'ryapsiz, bu tomondan fasad qanaqa chiroyli ko'rinib turganini. Xullas, narxini ham chiroyli qo'yishgan. Mana ko'rdingiz, mana baho berdingiz. Xullas, narxini qancha deb o'ylaysiz? Bitta laykni bosing, kommentariyada arziydi-marziydi bitta yozib ketasiz va shu niyat qilib qo'ygan tanishlaringizga shu videoni jo'natib qo'yasiz. Xullas, 138 mingdan so'rashyapti. Yana ancha o'tib beradigan, baraka qiladigan chiroyli joylari ham bor. Qarang, mashallah. Go'zal, go'zal. Mana yashasang shunaqa uyda yashash kerak. Havas bilan chiroyli qilib qurishgan. Hamma uslubga, hamma sharoitlar bor. Mana qizil tunkalarni yopib qo'yishgan chiroyli qilib. Pastda egalar raqami. Bemalol savdolashib, baraka qilib, mana shu joydan Alloh taolo mana shu joyni sizga nasib qilsin. Qarang, ya Alloh. Mashallah. Pastda egalar raqam bemalol murojaat qilib, savdolashib, baraka qilib olinglar.